Makka ilk marta Alloh subhanahu va taoloning yakka o'ziga ibodat qilib sajda qilingan shahardir. Aynan shu yerga otamiz Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birgalikda Baytullohni qurishga amr qilindilar. Alloh taolo buning sharafiga osmonda ham xuddi shunday farishtalar tavof qiladigan Baytul Ma'murni barpo etdi. Rivoyatlarda kelishicha har kuni uni tavof qilish uchun 70 ming farishta hozir bo'lar ekan. Bir bora tavof qilib chiqqan farishta u yerga boshqa qaytib kira olmaydi. Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar Ka'bani bunyod etib bo'lganlaridan so'ng birgina tosh o'rni qolib ketgani ma'lum bo'ladi. Aynan shu o'ringa mos tosh topib kelish uchun Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoilga aytadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo Baytullohning so'nggi toshi yer jinsidan emas, balki toshni jannatning yuragidan bo'lishini iroda etdi. Shundan so'ng Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomga bu toshni olib tushdilar va aynan o'sha qolib ketgan mos o'ringa bu tosh qo'yildi. Tosh yerga nozil bo'lgan paytlarda oppoq bo'lib, undan nur taralib turardi. Shu sabab u Hajarul Abyad, ya'ni oppoq tosh deyilardi. Keyinchalik odamlarning nopok ishlari, gunohlari sababli tosh asta-sekinlik bilan qorayishni boshlaydi. Shundan so'ng Hajarul Aswad, ya'ni qora tosh nomini oladi.